Do'stlar, Farg'onadan Qoraqalpog'istonga sayohatimizda, sarguzashtimizda 23-kun edi. Bugun Tuzkoniga ketyapmiz va Gulistonga kiraverishdi. Farg'onadan kelib Gulistonga kiraverishdi. Mostdan tushganda 3 kilometrdan keyin bitta ko'chma do'kon qilgan edik. Taxminan 1,5 oy, 2 oy oldin olib kelishgan. Buni o'lchami 12 ga 4 metr qilib bergan edik. 3 metrga 4 metr joyi qassobxona bo'lgan. Yuring ko'ramiz uni ham. Mana bu joy oziq-ovqat magazini bo'lgan. Hali oldingi zamonda go'shtlar tashqariga ilib qo'yib sotishardi. Hozir unaqa emas. Qassoblarimiz ham ancha gigiyenaga e'tibor qiladigan bo'lib qolgan. Bu do'konni buyurtma qilgan do'stimiz o'zi qassob. Farg'onaga borib buyurtma qilib shu do'konni olib kelgan edi. Buni narxi 85 million bo'lgan. Buni 85 million bo'lishini hisobi, ichida перегородкасы borligi uchun. Sizlarga ko'chma do'konlar kerak bo'lsa, raqamlarimizni qoldiramiz, Telegram silkasini ham qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Farg'onada, Samarqandda filiallarimiz bor. 500